arzimas hunar. Xo'roz chilidimi? Pasrak gap qil. Birdam saqlab turaydi. Küçük, hozirla yetib keladi. Ha, nima deyapsan? Sen xo'roz chilisa isht keladi degan idiomni anglamaganmi? Buning ma'nosi isht xo'rozning chillig'ini anglasla, darhol keladi deganlik. Nimalarni deydigansan? U degan arzimas hunar degan idiom. Amdi bilgansan? Sen chokini qiliqdan demoqchimi? Anlab tur, ha? Sana so'zlab beray. Yığılıq davrida Çi bəyligidiki Ming Changjun nurg'un yunduxorlarni yollabdi. Shuning bilan bu 3000 yunduxor deb atilibdi. Agar bugungi kunda bo'lsa, men Mauto shirkatining bosh mudiri bo'lgan bo'lardim. Men kelgan mehmonlarni rad qilmayman. Qobiliyatlilarning o'z qobiliyatini joriy qildirishiga sharoit yaratib beraman. Qobiliyati yo'qlarningmi yotoq tomig'ini hal qilib beraman. Endi men sizlarni Chin bagligini ziyorat qildirib kelay. Men bilan chiqish oladigan odamni tunji qatim mushurtishon. Bu yerda qilib Chin bagligining bosh vaziri bo'lishni xohlamsiz? Chin bagligining xoni paymiz zolimmish. Agar qo'shilmasam, u mendan ranjib qolarmi? Ma'qul, men qilib qolay. Alilri, Ming Changjunni ep qalsaq, bagligimiz uchun foydasiz. O'rinliq. Undaq bo'lsa, biz avval Ming Changjun bilan qo'llasidagilarni nazarband qilaylik. Ondan biri bahona topib, kallasini olaylik. Ming Changjun Chin bayligi xonining bir amroq to'qili borligini, u to'qilining sizgan siziqdan chiqamaydiganligini obdan biladi. Shuning bilan Ming Changjun odam avatib, xonning aşı to'qilidan yordam so'radi. Odamni qutqizish-ku oson. Ammo bir shartim bor. Chi bagligidagi heliq tulki terisidan tikilgan jovuni menga akilib bersiz. Men tugashdim. Men u jovuni Chin bagligining xoniga sovg'a qilib atgan. Men u jovuni tepib kelalayman. Bu yunduxorning o'g'irlik mahorati xeyli ustunkan. U Chin bayligi xonining jovuni qimmatli buyumlarni saqlaydigan uyga qo'yadiganligini bilib, udulli kirib jovuni o'g'irlab chiqibdi. Men sizlardan Ming Changjunning jinini tilab qolmoqchi, behuda odam o'ltirib, ishki baylikning tinchligini buzmag'ayla. Bo'ladi, chataq yo'q. Deganingizdek bo'lsin. Shunda qilib ular o'rnidan qochib chiqibdi. Lekin Chin bayligining qonuni bo'yicha qorovul har kuni xo'roz chillaganda ondan shahar qovuqini ochadi ekan. Ammo yarim kechada qandoqmi xo'roz chillasin? Ko'pchilik mushu ish uchun g'am yeyotganda Mening xo'rozni doğrash hunarim baqqoltiz. Agar bir xo'roz chillasa, qolgan xo'rozlarni agishib chillaveradi. Oydaga o'ltirmabdi. Kishilarni baylik qilgan tursa, xo'rozning chilig'ini nemisi? Tova. Xo'roz chillagandan keyin tonglatdi degan gap. Tez qovoqni ejib etaylik. Tang yo'rgandan keyin Chin bayligining xoni Ming Changjunning qo'shqanligini bilib, darhol ularni tutishga odam avatdi. Ammo ular allburun qovoqdan chiqib bo'lgan ekan. Ming Changjun mushu arzimas hunariga tayinib, Chi bagligiga kechib kelyapti. Arzimas hunar degan idiom mana shuningdan kelgan.